Yaxshimisilar? Güzel taqlashimning sababi bugün kirim qilmadim, faqat kirpiklam chapilib oldim. Shu ancha güzel taqlasam azroq bir ancha bo'lib ketdi. Taqib oldim qizlar. Amsi hikoyamizni boshlab ketaylik. Shunchaki yaxshi qo'llab beryapsizlar. Shunda bir gaplarimga ochilari, tuqqanlari, bunda oplari yo'q odamlar bor ekanmiz. Mo'yim gaplarim shunchaki bir cho'ng madat bo'pti. Shu ancha masalaga texmo ko'p ichimda o'ylaganim, bundan bir narsalarni tapasam bo'ladi ekanda deb chu o'ylab qoldim. Bir o'tga chiqib qolaman deb burvashda o'ylaydim. Hozir tap berishni to'g'ri topdim. Shu ancha sizlar meni yaxshi qo'llab bersanglar, men sizlarga chiqib bo'lgan mazmunlarni chiqib berma. Güzel taqib olsam qizlar va immunni qizlar bolalarda sizlab chiqibdi. Güzellikten taqib deb o'ylagamanlar uchun suv ham bu xalqim uchun taqib oldim. Endi tushuntirib qoldim, tushuntirmayaptim. Amsa boshlab ketdik. Bugun sizlarga sizlar turgan masalan bo'lsa, %80% odamning turmushda bor masala, ya'ni bekilmelik kesalik, ruhiy kasal, yig'jon deb qo'ydim, ya'ni hozirgi jamiyat intayinchiq mush kasal. Qanday o'ngshaymiz azroq bo'lsin-mu sizga foydasi tegib qoldi, chunki men bir shu yig'jonni bu so'qsa bir dastlab yiqib anadaki bana kendimge sorup qaytib inip chiqqan bir qizlar. Chunki men sizlarga doim aktiv energiyani sizlarga taqdim. Burun qisqaroq hikoyalar sizlarga so'zlaydim. Men faqat ekranning oldidagi bir odam bo'lib qolgan burun. Faqat ekranda ochilqim bor. Mishada o'tirib sizlarga shunchaki yaxshi aktiv energiyani, ichimdagi butun yaxshi energiyani hammasini olib ekranga chiqarib yetib, o'zim bir o'ychi ketgan odamdak. Funungam, talog'im chiqib kelmaydigan, shu uylam yaxshi ko'rdigan bir dilaqvodek bir odamga aylanib qolganman. Bir pas bir adam aylanib qolgan. Men mushning bu so'qning qandamida yinib chiqdi masak deb beray, qo'lingni ding tutib anglalar, bu qizlar sizlarga esqatdi. Birinchi, qanaqa turmushimiz ro'naq topadi masak deb berayman. Birinchidan kayfiyat yaxshi bo'lsa. Qanday odam pul topalaydi, kayfiyat yaxshi deb. Qanday odamning turmush ilgari bo'ldi, arayliq munosabatim shunchaki yaxshi bo'ldi, kayfiyat yaxshi bo'lgan odam. Shuncha oplarimiz deydi, "Ey kayfiyatim buzilmasin" deb aylanib kirdim talalarni deb degan narsa kayfiyatga cho'ng bo'lgan, sir cho'nglashuncha kirish bo'ldi u. Amaliyotda biz mohiyatda eng fitriydigan narsamiz ma kayfiyatga. Kayfiyatni qanday yaxshi qila olaysan? Birinchidan funolgan odam bilan yaqin shumaysan, jiroq shursan. Sizga pasiv energiya taqdigan, hol etadigan. To'yib ketdim juma uchamdan. Qanday qilsaq topimizkin tang o pullarni, qanday odamlar topadikin tang. Ani qisma yo'q, bu kayfiyatlar yaxshi emas, to'yib qoldi-ku bu odam uchamdan. Unda zerikishlik. Sizlar zerikotamiz, unda zerikishlik. Devam biraylar. Pikot demek qo'shaydigan beshdan keyin birini qo'yayotgan kelib ketadi. Hamma odam qo'shsa bizim oralam turmizda. Hamma odam siz biz oran turmizda tegib qo'ysa vaqt qilib portlab ketganlar turdi hozir odamlar. Hammadan dalalaydi. Hamma odam tatalaydi. Biz shu demak deb jugashga bunda yaxshi ketib borib kuldiramiz. Ichimizga tatishlanmaymiz bilamiz. Şunlaşqa sizga funolyan taqatqan, kishki dardni aytadigan, zorlanadigan, qo'shaydigan, yig'laydigan odamni jiroq shursa. Yig'laydigan, qo'shaydigan odamlar bunda ham tirmit neyronlar tekib qolsin. Hozirgi yilqindek bunda kunlarda biz aktiv energiya taqatgan odamning yeni yuraydi emas. Siz birinchidan mening yenimdan nima do'stim yo'q, yenimdan mening hech kim qolmaydi deganni o'ylashdim burun. O'zingizning ishimda bir silkib yetib, o'zingiz bir qarab yiqing. Mush kayfiyatni yaxshi emas degan gapni siz qachon og'zingizdan yo'qotgan vaqtingizda anadigan siz turmushingiz bir qadam bo'lsin oldiga siljiydi. Yig'rons ig'ir qizlar men yig'jon demaydi. Mening bunda bir o'y keslam batdi degan gapni osanlik chiqmaydi. Shuncha islom boshqalarga mening yig'jonim bek ig'ir, shunda keslam bor. Deyman. Siz demaysangiz undalqingizni hech kim bilmaydi. Siz mush gapni qilgandan tatib, pul tepatgan odamlar bo'lsa sizdan o'zini tatidi. Men sizga deb qo'yay. Ve pulda bu qizning jumaychu birdan o'ng kayfiyat birdan so'ng purimdan pul tepishlar shunda yaxshi jushqin ketib qolganimda endi bu qizlar o'tganki men yig'lab berib o'tirib dadimni esa bo'ldilar bunda odamlar juganda o'zimni ishni qilaju ishlarim shunda yaxshi bo'ladi deb sizdan o'zini totdim shu ashqama gapni og'zingizga hargiz olmanglar bu deganim turmushda yasalliq qilib men yaxshi deb yashang deganlik emas endi o'tib qo'yma mush ayncha to'ta uyda o'tirib ketdim mush mazgilda asl men mush yig'jon to'g'riliq bir so'zlab chiqay degandim shu chog'da men o'ylangan to'xtab tura hozir so'zlasam shunda bir 100 yillam teshidillam tushunib bir so'zlaydigan bo'lib qolmayinki keyingi kunlarda men bir turmushni bilgan vaqtlarimda mushta haqiqiy yig'jon odamning dariga yetgan vaqtimda bilib anadigan so'zlar bo'lmasa yengiltaklik bilan so'zlab qo'ygan bo'laman balkim u kasal shunchaki bir ig'ir bir kasaldi deb o'ylab mashqa so'zlamagan oxiri men sizlar tatayotgan tatni o'zim bir tatbiq qilib bilib qanday qutulib chiqadi bundan bu og'iz burnimga to'yib anadigan sizlarga mush gaplarni so'zlab beryapman shu ashqa va bundan bilmay turib so'zlayapsiz deb bargiz o'ylab qolmanglar bayam degandek birinchidan kayfiyatim yaxshi emas degan gapni og'zingizga olmaysiz bo'lsa chiqarib tepirdan gapingiz va qanishib qo'yadi emishlar herhalde yaxshi emish men nimish mening kayfiyatim yaxshi bo'lmaydi nimam yetmaydi men bir soqaymas rohib qolmasam mana shu deb o'zimga tasalli beraman nimish qiz erkimayman men nimish bekor
Ya bir yarım bişim ağrıvatmasa hazır. Ya bir o iğir toңjing bu qosaqlarım ağrıp dımlap yitip ketibamsam ya bir rak sen bir yarım ösün bayke saqaymaysa demisen ya. Men anmışqa bu toqçılıqdan bolatqan iş. Bu kesel toqçılıqdan chiqatgan kesel deb üzümüzüm eybildim çünkü men. Nimiş meni kaybetim yo'qshmaydi. Qopab tomoq ita yamsa deb baqma. Ve qopab tomoq ita manga. Bir tomoqlarni etib yamiz ancha şovjun oylanib kirsam ichilib qoldi kaybetim deb özümni menda urdigan buldim bir ishqa. Ben kalamını deb oylagan yo'lchimdan bir gibi bek ta'sir ketganda bu nimişqi yeyirjan degan nimişqi qopib qolgan kesel bilamsan endi. Nimişqi atsam. Çünkü Afrikada uruş boğatkan devletlerde hazır kırgınçılık bulmuştu. Uruşlar bulup gitip bağın devletteki balılarda yiyeceğin bağımı diyendi. Yok dese bu gepini sizlem anlamış şu an. Çünkü uruş boğatkan devletin puhralarda fakat birliğen bağ oğuzum kozak duygusuş. Bugünümüzün kadar ötküzemiz degen aldık bir burundan gep kalsa aşının hoş bulup aşının kanat kılıp iş gök gitip bugünkü bozum kostumuz toydu dep aşta yaşaydı. Bugün bozum ölmeptik dep manda ümit bilen yaşaydı o yani puhraları uruş boğatkan devletlerdeki. Fakat bu yiyeceğin degen kesel toqçılıqdan azırak bir kozak toyup kalgan erkinçlikten gep çıkartkan kesel degendi. Belki bunda desem nurgul onlardan teyden tomosu tek geçim mümkün. Ve bu masan kesel emez bizim boşlatmaatımız deyimiz. Lekin siz özünüz oylap yakın. Aşta aşk yavatkan, bugün tapız et yok. Aşta adamlar turmuştu. Aşta yiyeceğin degen kesel bulamdı, bulmaydı. İkinci kılığa aşığına her gün öydü tamamlaşımı. Bu kesel sizden şu bis içinizde bir neyse sizin şu öydü otta çıkma depmiş sizin bağlap koydu. Her gün sırtqı çıqağızmaydı. Tatıdı keynizge, yossanlam deydi o, yotsuz keçkişlək vadik, yoqlan, tük yox yalan qıb yotsuz. Talağı çıxıb oylanıb kırgınız kəmməydi o, lekin talağı çıxıb sayatlarını qılıb oylanıb kırgə vaxtınızda şunca yeni qıb qalsız. Fəqət sizdeki birdən bir təs məsələ, o şu kimazın öyünü çikitib biliş. Mən üçün bək təs şaşım. O çöpdüplümiş talıqıb bu talağı çikitib bilməsən, suyan bolsam hazır çoxum çikitmə talağa. Küzəykim toqaymalam çikitməndə ya da bazaq gitib ədəmlərinin dükündə oturmaya şeydə, o kırdı, bu kırdı, pransip ondan gəq, sondan gəq qılıb, şundan keyfiyyatım kötürəngü bulub, içilib, xoşşal keşliyim kilməndə. Aşında. Hətta mən dəy xoş binanım tutqım kəmədən bulub ketken deyil. Seyirkişlik bulundu, bütün iş seyirkişlik bulundu, aşda bulub ketken ma. Üçüncü mühim qıla aşağınız, içinizdə mümkün eməz. Xoş yaxmaydı. Bu işini qımayma, yox deyen gitmanızın ornuğa. Mən qılalayma, maqul, buldu, sınap baxsan buldu deyen geplərə anlaşdırıyordun gitmanızını. Mən çünkü həmmə nəsi yox deymə. Məsələn, şu derizni epidemiyası yox deymə. Lekin yiybəsə çatağım yox. Məndən surub qalma bir mən yox deymə. Tolar çıxıb görəm yox. Bir oynab gezək məmdə bir yerləgən yox. Bir putonun sənə çək verəyim yox. Uf, həmməsi yox dedim. Lekin onlar aldıma ki qıpəsə çatağım yox da yeymə yəni əkəbəs qılma. Bu ağzınız deyilən gibazını almıştır vitən. Maqul, həm maqul meyli bir görüb, həm mənə bir diləyli deyib durub. Cümada qızğın bulun, coşqun bulun. Mən hazırlaşdan şuncaq tırşöt mənim başında xeyli özgərtdim də. Bu xeyli özgərtmək şuncaq təskə. 第2集更精彩，记得关注我哦。